50 marta bordim. Bu hamma bir marta bor, ayamat. Shu bugun tutdim xolos. Mana xudo xolasa 2026-yil. Hop, 3-avgust kuni xudo xolasa tavruzimiz chiqib ketadi mana ikkita laboda. Bu aka, xudo xolasa 1,5 tonnadan. Sherzod degan bolaga. Mana Sherzod degan yigitga chiqib ketadi. Mana mana shu akalarimiz olishdi. Tavruz yaxshimi akalar? Aka, tavruzning gapi yo'q. Tashi zo'r. Baraka toping iloyim. Xursandmisizlar? 11,5 kiloga aylanadi. Xudo xolasa shunaqa, 11,5 kiloga aylanadi xudo xolasa. O'rtacha hisobda 11. Tavruz yeriga o'tadi xudo xolasa. Buni ham olish kerak ekan mana xudo xolasa tavruzlarimiz zo'r. Mana xudo xolasa shaharga ketadi mana tavruzlarimiz. Asaga JMD olib kelaverasizlar. Mana akamizdan olishdi. Xursandmisiz aka yukdan? Xursandman aka, zo'r, rahmat aka. Baraka toping sizlar. Yoqmagani qolishib ketyapti. Baraka toping sizlar ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa mana nomerlarimiz 93lik 604 67 87 nomerga telefon qilib kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'rg'ontepa, Saba 2-bo'limda. Sog' bo'linglar. Mana xudo xolasa navbatdagi nimalar chiqib ketdi xudo xolasa. 2026-yil. Yo'q, mana amrim. 3-avgust kuni chiqib ketdi mana tavruzimiz xudo xolasa. Mana mashakamiz oldi. Qalay tavruz yaxshimi? Xursandmisiz? Narxni o'rtam aytib qo'ying mana. Bo'lmayman endi. 2100 dan oldik mana, sotdik 2100 dan. Aytavering, ochiq o'yin qilaring. Biroq ko'rsatasizmi? Ha, aytavering. Aytavering, bu qiziqtirmaydi, bu sotilayotgan narsa, yarni narsa. Tavruz zo'r xudo xolasa, tavruz yomon emas. Blok. Mana. Gapirib qo'yingchi. Tavruz sotdik-a? Kecha dollar 22 edi, bugun 21 bo'ldi deb qo'ying. Ana. 2100 dan sotdik mana tavruz xudo xolasa. Tavruz o'ta zo'r. Chiroyli. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.